Endi biz tez tartiblash usulini, ya'ni quick sort algoritmini programmada ijro qilib ko'rib boqaylik. Buning uchun avval klassdan birini qurib, buningga asorat quick sort deb ism qo'yib qo'yaylik. Class Pandikin public static void main, ya'ni bu nimetda kirish yig'izi degan programlama main function deydi. Main method degan bu programmaning kirish yig'izi deb tushunsak bo'ladi. Men nimani ratlamoqchi desa, bir arraydan birini qurib olay, uni attiraq al deb qo'yib turay. New int. Endi buning ichiga men ratlamoqchi bo'lgan elementlarni yozib chiqay. Masalan 3 5 element bor desak, mush 5 elementni ratlaksiz mushni ratlab chiqay. Yani bu arrayni qurib oldik. Odatda arrayni ishlatganda eng yaxshisi biri package'dan birini import qilib qo'ygan. Java util qanda arrays mani import qilib qo'yaylik. Ma package'ning ichida ba'zi nimalar ishlatadigan variable'lardan bir qanchani qurib olaylik. Kichik deb uyg'urchasini qilib qo'yaman. Bu birinchisi 0-element bo'lsin. Yana birisi cho'ng deb qo'yaman. Bu cho'ngni qanday ifodalaymiz desa, ya'ni eng oxirdagi ma'noning o'rnini qanday ifodalaymiz desa, lengthga uzunlik tengi. Hozir men 5 element bo'lganki, buning uzunligi 5. Bir nevasak 4. Chunki bu 0 dan boshlandida 0 1 2 3 4. Shuna eng cho'ng 4. İngilizce yazaychi buni low degan tuvan, and then high. Tuvan egiz deb yozay. Endi menga yana bir ayrim bir metoddan birini qilib asosli xizmatni shu yerda qilaylik. Static void bu cho'qim qimmat qaytuvsin. Endi buni ratlash deb ism qo'yib qo'yay. Asosli xizmatni mushning ichida qilamiz. Bu nim qildi deganga shuna bir nimadan qabul qilish kerak deb, nim qabul qilsin desa, ma arrayni qabul qilsin. Uningdan boshqa ma low tuvan bilan ma 2 elementga variable'ni qabul qilsin. Shuning uchun buni chaqirib yo'llab berish kerak deb bo'lmaydi. Semikolon deydi, machib qolibdi. Ratlash. Buni chaqirgandan keyin buningga chuqur mos kelish kerak deb, buni qabul qildik, birinchi yo'lab arraydan birini qabul qildik. Uningdan keyin ma 2 variable'ni qabul qildik. Men sizlar o'xshash bo'lmasin bo'ldi, men o'xshash yozib qo'ydim. Quruq bo'lmasligi, agar quruq qolsa bo'lmaydi degan shartda bir nima yozib qo'ysa bo'ldi. Ya'ni r degan null quruq bo'lmasligi kerak, ham uzunligi 0 ga teng bo'lmasligi kerak-da. Unda bo'lib qolsa qaytarsa bo'ldi, return qiladi. Yana boshqa shartlar bormi? Qabul qilgan qimmat cho'qim kichik ma cho'ngda, kichikcha cho'ng bo'lishi kerak. Cho'qim ma'nolar tamom qilsin bo'lmaydi. Bunda bo'lib qolsa-mu qaytarib return qilasiz. Birinchilab qildigan ishimiz nima desa, pivot tanlash. Mana ichidagi pivotni o'ttirikini tanlaylik. Pivot deb shu petizivre o'ttirik element nima? O'ttir deb yozib qo'yaychi. Bunda aniqlanmadi bu o'ttirdik. Odatda bu qanday kelib chiqqan desa, bu o'ttir degan ma'no bilan ma'no qo'shgandan kelib qo'shib 2 bo'lib olsak bo'ldi-ku. Eng yuqorisi 4 o'g'mi? 4dan low'ni evitib 2 bo'lib olsak bo'ldi. Toza o'lchamli kesimizsak, mana yozib qo'ysak ham bo'ldi. Demak, manual ma 4 da hozir. Manual 4. 4dan 1 dan 2 olsak, 4dan 0 dan olsak 0, 2 bo'lsa 2. Ya'ni 0 1 2 o'rdan topdi degan gap. Naq o'rdan topdi. Chunki bu integer bo'lganlik partisan bo'lib qolsa-mu, ya'ni butun songa aylantirib yetadi. Xo'sh, endi mishad nim bo'ldik, pivotni tanlab bo'ldik degan gap. Endi nima ish qilamiz? Endi qildiganimiz, masalan, soldagi elementlar pivotdan kichik bo'lsin, uni o'ng tarafidagi elementlar pivotdan cho'ng qilamiz. Shunda ratlab chiqish kerak. Buning uchun ratlash deganning ichida ayrim o'zimiz bir variable'dan bir narsa qurib olsak bo'ladi. Buning uchun buning qiymati mana teng bo'lib tursin. Mana qiymati mana teng bo'lib tursin. I G'dan kichik bo'lgan chog'da bizda yana bir shart nima desak, pivotdan kichik bo'lsa. Hozir nimda aytmanki, I degan bosh 0 go, meyadagi I 0. 3'nik ma element bosh nimani ko'rsatadi, ma'ni ko'rsatadi. Pivot o'rtadagi elementni ko'rsatadi. Pivotning sol tarafidagi elementlar kichik bo'lishi kerak. Shundan o'ng tarafdagi element cho'ng bo'lishi kerak. I bo'lgandan keyin endi ma'ni ikkinchi element ko'rsatadi. Shundan bo'lgandan keyin nima? Ma I
birisi qo'shilsin degan. Boshda 0 endi 1 bo'lsin degan. Oldiga mansa, ma o'ng tarafga mansin deb. O'ng taraf menish uchun plus qilib birni oshirib qo'ydik degan. Yana o'xshash usul bilan G. Bu pivotdan cho'ng qolsa, endi G degan qaysi ma'vo, machetlik elementda. Chunki 4 ta bu. Bo'lgandan keyin hozir 4 ta mega 4 ni yozgandeklish bu. 4 ni yozgandeklish. 4 bo'lgandan keyin buni pivot bilan selishtirib pivotdan cho'ng ketib qolsa, bu so'l tarafga mansin. Buning qiymati cho'qim ozlab berish kerak. Endi qilgandan keyin agar pivotdan cho'ng ketib qolsa, pivotlar o'rnini almashtiramizda. Buning uchun bu nima demoqchi desa, agar IG'dan tuvan bo'lib qolsa desa, vaqtliq temp degan bir variablni qilib, o'rnini almashtirib qo'ysak bo'ldi. Ma ayning qiymati temp degan vaqtliq variabl saqlab turdi mana elementini. Buni yodlab olsanlarda mush formula ishlandi. Formuladaklar G endi qanday qilamiz desak, bu tempning qiymatini IG ga beramiz. Buni ish qildi, maning qiymatini vaqtliq variabl saqlab turdi. Undan keyin ma qiymatini I ga berdi. I'ning o'rniga qiymatini egallab ketdi. Undan keyin tempning qiymati ma variabl ga berdi degan. I degan o'rin ko'rsatgan element bilan G degan ko'rsatgan elementlarni o'rnini almashtirdi degan. Davomli almashtirib mansoldi. Ya'ni ma bu o'ng tarafga mengiversin, G so'l tarafga mengiversin. Bir şey için bulduğu dese, tunji qitimda birinci pivotga nisbatan uning so'l tarafdagi elementlar pivotdan kichik, o'ng tarafdagi elementlar pivotdan cho'ng. Hamda ishib qolgandan keyin so'l tarafdagi elementlarga yana o'xshash mashg'ulot olib berish. Buning uchun qanday qilamiz desa, ya'ni bu nima deymiz desa, o'ng so'l tarafdagi elementlarga o'xshash mashg'ulot ilib boradi. Ma Mas'udni qayta ijro qilsa bo'ldi. Buning uchun qanday qilmasa, agar low G dan kichik bo'lib ketib qolsa, ma'riyatlashni qayta chaqirsak bo'ldi. Pivotning so'l tarafdagi elementlar qarta yana o'xshash mashg'ulot ilib borsang bo'ldi degan gap qaytlab. Ayrim yana program yozib yurish to'g'ri ekan. O'rni yo'qda. Agar aksi o'ng tarafdagi elementlarga nisbatan cho desa, buningga o'xshashlar yani mana yana bir chaqadi. Retlashni chaqirib, buningga ma elementlarni beryapti. Chunki buni 3 element qabul qiladi-da, mushni bergandan keyin endi pivotning o'ng tarafidagi elementlarga so'l tarafidagi elementlar qarata yana o'xshash mashg'ulot deb berilaveradi degan. Desak, natija chiqib bo'lgandan keyin endi qanday qilamiz? Endi ekranga chiqaraylik buning natijasini. Mega chaqirib bo'lgandan keyin system out print qilib arrays to string shaklida chiqaraylik. A deb chiqar. Ma arrays degan nima desa, mana bu bo'xchining ichidagi narsa. Ya'ni uni toString degan metod orqali mana ichidagini string holatga aylantiryapti degan. Ma integer emasmi? Integerlarni string sifatida bizga chiqarib bermoqchi degan. Avval shuni bir ijro qilib ko'rib boqaylik, xatolik bormi, yo'qmi? Qanday ijro bo'ldi? Java quick bu bir qancha xatolik bor ekan bu. Mana pivot deb yozib, men pivot deb yozdim. Men pivot o'zini xato yozib qo'yibdim mana. Ya'ni ijro qilib boqaylik. Ijro qilib quick sort. Buni ismi nima edi? Klassning ismi Java quick sort ga yozaychi. O'rliq qilmang. Java quick cho'ng yozilishga o'tkazman quick sort. Hozir ko'zinglar 3 23 55 ma'riyatlini bo'ldi degan gap. Ma elementlarcha tayyor yaratilib bo'ldi. Ma elementni bir şeyga bir yezitaychi, yana bir qitim. Manda yezasiz nima yaxshi desa, ma o'xshashlar arrays bilan toString qilib A deb yezitaychi. Shunda olganda ma'nochi aslidagi burun keyin deb quick sortdan burun keyin deb qilgan bo'ldi. Burun. Men quick sortni ishlatishdan burunda mega burun keyin deb mega keyin deb yozib qo'y. Keyin deb. Endi ijro qilib boqaylik. Burun manda keldi aslida, keyin manda bo'ldi degan gap aytilibdi. Minus sonlarni kirgizib qilib boqaylikchi. 0 degandek. Ma elementlarni ko'paytirib quick sort deganchi jiq elementlarga nisbatan yaxshi ishlash degan nom bor aslida.
Demek bunu yani düşünsem qanday qilman desa, biz quicksort ishlatmak istiyor, biz ma'ni array bilan bu ishni ichiga ratlamoqchi. Ma ratlashdan burun degan gap chiqqan edi. Buning uchun boshda bu 0 dan boshlanamasa 0, 1, 2 deb. Buning ichidagi barliq elementlarning soni lengthing. Bu shuncha qancha element bo'lsa shunchasi. Chunki bu 0 dan boshlagan uchun bir nevitimiz. Lekin bu integer degan meya bilan 5 ila oxiridan o'rinni ko'rsatdi. Qanday ratlashda bir mas'ul qurgandiq, uni u 3 parametr qabul qildi. Birinchisi ratlamoqchi bo'lgan arrayni qabul qildi, undan keyin o'rni kichik tuvan o'rni bilan yuqori o'rnini qabul qildi. 3 parametrni men berdik. Hammasining qimmatiga ega. Qilib bo'lgandan keyin bu meyaga o'tib ketadi. Endi mashq ijro bo'lmaydi degan gap. Mana o'tib ketgan bu nimda biz men shartimizni yozdik. Bu qabul qilgan array quruq bo'lmaslik kerak, u 0 ga teng bo'lmaydi bu. Endi keyin low degan haydan yuqori bo'lmaydi biz, chunki mal 0 deb qilyapti. Nasib bo'lmaydi. Ma shartlarni yozib qo'ydikda. Undan keyin qanday qilamiz? Boshda pivotni tanlaymiz. Pivotni hozir bir o'tir element tanlab qo'ydim. Masalan, array o'tira degan shu. Bu o'tirni qanday deymiz? Ma to'rt element oldi keyin o'rnini o'sha ishga bo'lsa o'tir chiqdi degan gap. Endi demak bu pivotni elementlarni selishtiramiz. Ya'ni uning to'rt elementni so'l tarafga, pivotning yuqori elementni o'ng tarafga tizimiz degan. Buni avval 2 integerni meyada, ya'ni 2 variabledan biri qurib oldik. Qanday shart bo'lib ketdi degan gap, agar I J'ninki to'rtma o'rinlarni ko'rsatsa, ma variable bo'lgan ahvolda qanday qilmaysa, agar mana to'rt bo'lib qolsa, ma pivotdan aynan qiymati ma I ko'rsatgan o'rindagi elementni ko'rsatuvchi mana bu. Agar to'rt bo'lib qolsa, bu o'ng tarafga mengaversin yana dedi. Agar yuqori qolsa, so'l tarafga mengaversin. Agar ma shart ostida ikkisini o'rnini almashtiramiz. Ma ikki element I ko'rsatgan o'rindagi element bilan J ko'rsatgan o'rindagi elementni o'rnini almashtiramiz. Davomli ma o'ng tarafga mensa, ma so'l tarafga mensin deb birinchi qitim qilib bo'lganda, demak musholatning o'zlining bo'ldi desa, bu barliq hamma elementlar bir xil uchrashib pivot tanlanib bo'ldi, uningdagi tuvandagi elementlar so'l tarafga, yuqoridagi elementlar o'ng tarafga bo'ldi. Endiki qanday qilmamizga so'l tarafdagi elementlarga qarada o'xshash mashg'ulot deb qo'yamiz. Buning uchun qanday qilmamizga, agar menda bo'lib qolsa, yana qayta chaqiradi. Maratlash degani qayta chaqiradi. Odatda recursive deydi buni. Recursive deydi. Men bir ochiqlik so'zlar takror qilaveradi-da. Shuni yana bir ma'ni yana yezib tushirishni ajdi. Menda bo'lib qolsa yana chaqirib. Bu o'ng tarafdagi elementlar bilan so'l tarafdagi elementlar ayrim davomli mashg'ulotni ipiraversin degan gap. Yana meni qayta chaqiraveradi. 100 qitim chaqirsin, 100 qitim ijro qilib beraveradi degan. Qilib bo'lgandan keyin de meya keldi bu. Hammasi tugab bo'lgandan keyin ma'ni qilib, axir natija ratlanib bo'lganini bizga chiqarib beradi dedi ma orqali. Endi qanday qilamiz? Endi ijro qilsak, quicksort burun qanday ekan, manda ekan to'q, buni ratlab ma'ni qilib berdi dedi. Demak, ratlab qilib berdi degan gap. Mush shu.